Oyi! Ha! Esimdan chiqib qoldi. Ha, veligim qayerda? Mana, cho'ntagimda. Oyi, nima qilyapsiz? Ha, o'ynayapman. O'ynab o'tiribman. Buni qayerga qo'yay? Ha, qayerga qo'yarding? Ha, boshimga qo'yasan-da. Ha, ke boshimga qo'y. Ha, o'rtoq. Ha, yaxshi. Mana. Voy, bolalarning shunaqa qilibdimi? Ha? Hozir to'xtab turgin-da. Ha, men senga dadangni chaqir dedim. Ha, boshingni yegur. Pashshalar 2 soatdan beri haydayman, ha? O'lsin. Voy, eshigini yop. Ha, o'rtoqlaring bilan kelganmisan? Kechqurun gaplashamiz. Abid bo'lib qopda bolalarim, sizlarni ham oila qidirib yurgandir, ha? Ya oyim indamaydilar. Dadam kechroq kel deganlar. Sen ketsang kerak, seni to'shni qidirishyapti. Yo, men yotib qoladigan bo'lib kelganman. Oyi, sizga bitta yaxshilik qilayman. Qo'y, seni yaxshiliging ham kerak emas. Qo'y, tinch o'tiraylik. Har doim Yulduz konsertiga kirishim kerak deb orzu qilardingiz. Xohlaysizmi shu konsertni uyga olib kelib beraman. Voy, qanaqa? Telegramda Instagram bot bor. Bu yoqda xohlagan san'atkoringizni xohlagan shulasini topsa bo'ladi. Ha, mana. Yulduz Usmonova. Voy, zo'r ekan-a? Ha, bunda ashulalarni-chi, konsertning zal, keyin 8 ta variantlarini ham chiqarib berar ekan. Ha, buni konsertning zal versiyasini ko'chirib olamizda, televizorga o'laymiz, konsertda o'tirgandek o'tiraverasiz. Voy, xayriyatli umringda bir marta foydali narsa etding-e. Kel, g'anadaydi yorim. Ha? Voy, mana devorga kim chizdi? Bilmadim. Voy, kim chizgan bo'lsa ham juda ham chiroyli chiqdi-da. Men chizdim. Men seni ko'ryapman.